Hallo liebe Deutschlernende, herzlich willkommen zu unserem YouTube-kanal. Assalomu alaykum nemis tili o'rganuvchilar. Blitz nemis tili markazi YouTube kanaliga xush kelibsiz. Biz siz bilan A1 darajadan boshlab hozirgacha B1 darajagacha grammatik mavzularni birgalikda o'rganib kelmoqdamiz va har bitta mavzuni sizga oson va tushunarli tarzda yetkazib berishga harakat qilyapman va har bitta biz o'tayotgan mavzu sizning imtihoningiz uchun ertaga Germaniyaga borganingizda yoki kundalik hayotda nemis tilida so'zlaganingizda yoki yozganingizda eng foydali mavzular bo'ladi degan umiddaman. Va videolarni o'tkazib yubormasdan, qoldirmasdan tomosha qilayotganingizga ham umid qilamiz, chunki bu mavzular grammatikalar siz uchun fundament vazifasini bajaradi. Qachonki word shots va grammatik yaxshi bo'lsa, siz qiynalmasdan gapirasiz, qiynalmasdan yoza olasiz. Bugun ham bizda B1 darajadagi yana bitta muhim bo'lgan mavzuni o'rganamiz. Umuman ikkilanmasdan ayta olaman, bu mavzu o'quvchilarning eng sevimli mavzulari sirasiga kiradi va ular bu mavzuni schreiben, sprechen da juda ham yaxshi ko'rib foydalanishadi va bugungi mavzudan keyin, bugungi videodan keyin o'ylaymanki, siz ham bu mavzuni, bu bog'lovchilarni albatta nutqingizga qo'shasiz, yozma nutqingizga, og'zaki nutqingizda va bu mavzu sizning B1 ekanligingizni albatta yaqqol ko'rsatib turadi. Demak, tayyor bo'lsangiz boshladik. Bugun biz siz bilan nemis tilidagi teng bog'lovchilarni o'rganamiz. Biz shu paytgacha und bog'lovchisi bilan gaplar tuzganmiz, to'g'rimi? Ya'ni und bilan biz ikkala bajaradigan narsalarimizni bir kun davomida yoki bir yil davomida, bir oy davomida bo'lishi mumkin. Xullas, bunisini ham bajarganimizda gaplarni und bilan bog'lar edik. Masalan, und bilan gap tuzib ko'ramiz. Die Elefanten sind soziale und intelligente Tiere. Demak, biz ikkita narsani ham aytyapmiz. Mana soziale und intelligente Tiere. Va bu yerda ikkita sanab o'tayotgan sifatimiz bo'lishi mumkin yoki ikkita sanab o'tayotgan ot turkumidagi so'z bo'lishi mumkin yoki harakatni bildiruvchi fe'llarimiz bo'lishi mumkin. Xullas, biz ikkita narsani, ikkita holatni, ikkita harakatni aytganda har doim und bilan bog'laymiz. Die Elefanten sind soziale und intelligente Tiere. Va bu gapirishimiz, bu turda yozishimiz hozirgacha A2 darajasida yoki A1 darajasida yaxshi baholanar edi. Ya'ni biz gaplarni und bilan bog'layapmiz. Lekin endi B1 darajasidan boshlab xuddi mana shu undni o'rniga biz ikkita bog'lovchini qo'yishimiz mumkin. Bulardan birinchisi sowohl als auch, ham bog'lovchimiz. Chunki ikkita narsani und bilan bog'lasak, bu va bu deganni biz ham bu deb bog'lasak ham bu bir xil ma'noni beradi. Faqat sowohl als auchdan foydalanganingizda darajangiz yuqoriroq B1 ko'rinadi. Die Elefanten sind soziale und intelligente Tiere. Xuddi mana shu yerda undni olib tashlaymizda, ham soziale, sowohl soziale als auch intelligente deb yozamiz. Die Elefanten sind sowohl, ya'ni sowohl va als auchni orasida nuqtalar bor, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu degani birinchi aytayotgan so'zingni oldidan sowohl qo'yamiz, ikkinchi aytayotgan so'zimizni oldidan esa als auch qo'yishimiz kerak. Die Elefanten sind sowohl soziale als auch intelligente Tiere. Intelligente Tiere. Mana ko'rib olishingiz mumkin gapni oxirini. Die Elefanten sind sowohl soziale als auch intelligente Tiere.
Xuddi yuqorida biz und bilan bog'lagan gapimizni hozir sowohl als auch bilan bog'ladik. Xuddi shunday, qachon sizga nutqingizda und bog'lovchisi kerak bo'lsa va siz ikkita narsani, ikkita holatni, ikkita jarayonni aytayotgan bo'lsangiz, bemalol undni o'rnini sowohl als auch bilan almashtirish mumkin ekan. Masalan, ich trinke am Morgen Tee und Kaffee deyman. Ertalab men choy va kofe ichaman. Endi xuddi shuni o'rnini sowohl als auch ham choy, ham kofe deb almashtirsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Ich trinke am Morgen sowohl Tee als auch Kaffee. Va mana bunday gapirishingiz darajangizni B1 ekanligini ko'rsatadi. Hozir dars yakunida men sizga bu bog'lovchilarni sowohl als auch va undan keyin o'rganadiganlarimizni aynan B1 darajani qayerida foydalansangiz sizga yuqori ball olib kelishini va aynan joyini topib qo'llagan bo'lishingizni aytib o'taman. Shuning uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Die Elefanten sind sowohl soziale als auch intelligente Tiere. Demak, ham ijtimoiy, ham juda ham aqlli bo'lgan hayvonlar deyapmiz. Demak, biz o'rgangan birinchi bog'lovchimiz sowohl als auch. Ikkinchisi ham undni o'rnida foydalaniladi. Bu nicht nur sondern auch. Demak, tarjimasi nafaqat balki. Bu bog'lovchimiz ham undni o'rnida qo'llanish xususiyatiga ega. Birinchi bo'lib und bilan gap tuzib olamiz. Die Studenten lernen neue Sprachen und bekommen Stipendium. Mana bu yerda ikkita harakat bilan yozdim, ya'ni faqat ikkita so'zni o'rtasida emas, ikkita gapni orasida olib keldik biz undni. Ya'ni gapimizda ikkita verb bor, ikkita kesim bor. Bu yerda lernen bor, u tomonda bekommen bor. Talabalar chet tillarini o'rganishadi va stipendiya olishadi. Endi biz mana shu gapni talabalar nafaqat chet tillarini o'rganishadi, balki stipendiya ham olishadi ma'nosida nicht nur sondern auch bilan tuzib ko'ramiz. Die Studenten lernen nicht nur Fremdsprachen. Demak, nicht nur gapning birinchi qismida qoladi. Sprachen. Va biz mana bu yerga virgul qo'yamiz, chunki bizda ikkita gap bor. Faqat biz ikkita so'zni, soziale und intelligente degan ikkita so'zni emas, ikkita gapni bog'layapmiz hozir bu bog'lovchimiz bilan. Nicht nur Fremdsprachen, sondern auch bekommen Stipendium. Mana bu tomonida gapning ikkinchi qismida biz egani yana bir marta qo'llab o'tirishimiz shart emas, chunki gapda bu tomonda ham gapning egasi bitta, talabalar. Agar gapimizda egalar almashib qoladigan bo'lsa, ya'ni bu tomonda boshqa ega, keyingi tomonda boshqa ega bo'ladigan bo'lsa, biz uni takrorlashga majburmiz. Lekin odatda sowohl als auch yoki nicht nur sondern auch bog'lovchilarimiz ikkita bir xil gaplarni teng bog'lagani uchun ularda egalar almashib qolmaydi. Chunki ega bunday gaplarda bir xil bo'ladi. Masalan, men bugun nafaqat do'stlarim bilan uchrashaman, balki ularga sovg'alar beraman deganimda, hamma ikkita jarayonni ham, ikkita holatni ham men o'zim bajaryapman, bitta o'zim. Shu sababdan keyingi qismda ishni yana bir marta takrorlab o'tirishim kerak bo'lmaydi. Bu yerda ham die Studenten talabalar so'zini yana bir marta sie shaklida yoki die Studenten shaklida takrorlab o'tirishimizga hojat yo'q. Mana ko'rib olishingiz mumkin. Xo'sh, endi sowohl als auch yoki nicht nur sondern auch gaplarini
aytganimizda bizni gaplarimiz faqat pozitiv bo'ldi. Ya'ni biz hech qanday inkor qilmadik. Ham ijtimoiy, ham intelligenti, ya'ni aqlli hayvonlar deyapmiz, ikkalasi ham plus, yo unaqa emas, bunaqa emas demayapmiz. Keyingisida ham chet tillarni o'rganishadi, ham stipendiya olishadi deyapmiz. Pozitiv gapiryapmiz. Chet tillarni o'rganishmaydi yoki stipendiya olishmaydi degan inkor gaplarni bog'lamayapmiz. Demak, sowohl als auch va nicht nur sondern auch bog'lovchilarimiz bular ikkita pozitiv bo'lgan, ikkita tomoni ham, ya'ni gapning birinchi qismi ham, ikkinchi qismi ham amalga oshirilayotgan holatda, ikkalasi ham bajariladi, amalga oshiriladi. Mana shu holatda qo'llaymiz. Endi gaplarimizni ikkita qismini yoki bitta gapdagi ikkita bo'lakni biz inkor qilmoqchi bo'lsak, biz mana bu bog'lovchidan foydalanamiz. Demak, bu weder noch bog'lovchimiz. Na. Bu bog'lovchi gapdagi ikkita so'zni yoki ikkita gapni bir-biriga bog'laydi va ularni inkor qiladi. Lekin gapda hech qanday inkor so'z qo'llanilmaydi. Shu sababdan ham B1 darajada leze tekstlarda mana shu bog'lovchi kelganida o'quvchilar juda ham ko'p chalg'ishadi va uni pozitiv ma'noda tushunib qo'yishadi. Masalan, trinkt weder Tee noch Kaffee yoki milch deydigan bo'lsak. Mana qarang, mana shu yerda yo nicht degan so'z yo'q yoki kein degan so'z yo'q, ya'ni inkor, bizni inkor olmoshlarimiz yo'q, lekin gapimiz inkor. U na choy ichadi, na sut ichadi. Bu degani ikkalasini ham ichmaydi degani. Lekin gapimizda nicht ham, kein ham qo'llanilmaydi. Shu sababdan sizga tavsiyam mana shu bog'lovchini yaxshilab tanib qo'ying. Bu sizni B1 Goethe Lese Verstehen Teil 4. 4-taylda bilasiz, ya, nein qilish kerak. Ya'ni gaplarda, tekstlarda kimlar berilgan savolga ya deyapti, ha deyapti, kimlar yo'q deyapti. Mana shu tekstda eng ko'p chalg'itish uchun qo'llaniladigan bog'lovchi mana shu hisoblanadi. Ya'ni weder noch deb qo'yadi. Masalan, aytaylik, Führerschein haqida bor 16 yoshdan. 16 yoshdan prava olish, haydovchilik guvohnomasini olish na bu yoshlar uchun foyda keltiradi, na ularni bir rivojlanishiga yordam beradi degan ma'noda, masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, inkor kelyapti. Demak, 16 yoshdan kerak emas ularga degan ma'no yotadi tagida. Lekin o'quvchilar nicht yoki keinni qidirishadi inkor bo'lishi uchun. Bu bog'lovchi kelganda bizga inkor olmoshlari umuman kerak bo'lmas ekan. Mana umumiy ko'rib olishingiz mumkin. Bugun biz siz bilan und bog'lovchisi o'rnida keladigan undning B1 variantlarini o'rgandik. Bular sowohl als auch, nicht nur sondern auch, bular pozitiv gaplarni bir-biriga bog'laydi. Weder noch esa inkor gaplarni bir-biriga bog'laydi. Ya'ni na unisi, na bunisi amalga oshiriladi yoki na unaqa, na bunaqa bo'lishi mumkin agar sifatlar bilan keladigan bo'lsa. Bugungi videoda biz siz bilan B1 darajadagi yana bitta muhim bo'lgan mavzuni o'rgandik va biz 3 ta bog'lovchiga bugun to'xtalib o'tdik. O'ylaymanki, bugundan boshlab siz bu bog'lovchilarni albatta foydalanasiz va yuqorida aytib o'tgandim, aynan qayerda bu sizga kerak bo'ladi. Bilasiz, B1 Goethe Sprechen Teil 1 da va Tilg imtihonining 3-taylida siz gemeinsam etwas planen qilishingiz kerak. Ya'ni sherigingiz bilan qandaydir holatni kelishishingiz, masalan, ziyofatlarni yoki bo'lmasam kimnidir ko'rishga borishni, qanaqadir o'tirishlarni, qo'shnilar bilan bo'ladigan voqealar yoki munosabatlarda xullas kelishingiz kerak bo'ladi. Qachon bo'ladi, qayerda bo'ladi, nimalar sotib olinadi? Mana shu tayl uchun, mana shu Sprechen tayl uchun bu biz o'rgangan 3 ta bog'lovchi sizga juda zo'r yordam beradi. Qayerda sizga und bog'lovchisi kerak bo'ladigan bo'lsa, ularni mana shu bog'lovchilar bilan almashtiring va har safar gapirganingizda mana shu qoidaga amal qiling. Masalan, aytaylik, was bringst du mit degan savol beriladi. Sen o'zing bilan nima olib kelasan?
Ich bringe nicht nur einen leckeren Kuchen, sondern auch Getränke deb javob beradigan bo'lsangiz, mana shu javob B1 ekanligingizni ko'rsatadi. Demak, bugundan boshlab bu bog'lovchilarni qo'llashga harakat qiling. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.